Kuzatuvchilarimiz, endi navbat embrion transferiga. Birinchi patsientkamiz Qashqadaryodan bizga birlamchi bepushtlik 2,5 yil smeshanniy faktor bilan murojaat qilgan, lekin bularda asosiy bepushtlikning sababi xo'jayinlarida spermatozoidlarning soni, harakati, sifati kamligi, ya'ni OAT sindromini 3-og'ir darajasi edi. Bularda biz ikkilandik, yoki tezda qilamiz yoki o'zlarini topshirganlar yetadi deb. Ayolimizdan xo'jayinlari tayyor bo'lgunicha 3 marta programma qildik. Ya'ni birinchi programmada 11 ta tuxum hujayra, ikkinchisida 8 ta, uchinchisida 7 tadan tuxum hujayra yig'ib qo'ydik va oxirida xo'jayinlar topshirganda o'zlarini spermatozoidlari yaxshi chiqqani uchun tez amaliyot amalga oshirilmadi va X usulda urug'lantirildi. 26 ta jami tuxum hujayradan 9 ta embrion hosil bo'ldi. Oldingi oyda 2 ta embrionni ekkan edik, afsuski natija bo'lmadi. Hozir genetik tekshirilgan, yaxshi sifatli, sog'lom bitta qizi ayolimizni bachadoniga qo'yib beramiz. Bu safar bu ayolimiz xursandchilik ko'z yoshlari bilan kelish nasib qilsin.